Assalomu alaykum muhtaram qarindoshlar. Yuqorida da'vatgandek o'sha Ayso alayhissalomning tushidığanlıq to'g'riliq Yahudi Nasaralarma hammasi tushidi deydi ekan. Musulmonlarmi tushidi deydi ekan. U Yahudilarning ba'zilari tushidi deydi ekan, ba'zilari Mahdi chiqadi deydi ekan. Nasaralarning tushidi deb qaraydigan firqalar bor ekan, tushmaydi deb qaraydiganlar bor ekan. Musulmonlarning tushidi, tushmaydi deb qaraydigan firqalar bor. Mana talash tortish shuning uchun bo'layotdi. Lekin bizning Qur'onimizcha, desa Ayso alayhissalomning tushidığanlıq to'g'riliq hech qanday bir ishorat bergan emas. Aysoni biz o'z dargohimizga ko'tardik desa, mana ko'tardik degandan keyin tushidigan o'xshaydi. U Yahyo alayhissalom to'g'riliqmi keldi shu ko'tardik degan oyat. Va butun insonlar to'g'riliqmi uning ruhining Alloh tarafiga ko'tarildiganlik to'g'riliq oyatlar bor. Ko'tarildi. Xuddi Ayso alayhissalomdan so'raganga o'xshash so'raydiganga o'xshash qiyomat kuni. Muhammed alayhissalomdanmi so'rildiganligi bütün payg'ambarlar Allohning oldida o'zi nurg'un ishlarni qilmaganlik to'g'riliq hisob beradiganlik to'g'riliq oyat bor. Biz Maryam o'g'li Masihdan so'radik deydi. So'raydiganligi aniq bo'lganligi uchun so'radik deb o'tgan zaman shakli bo'yicha keladi bu. Keladi. Endi so'radik uningdan deydi. Meni onangni, o'zingni uch xudo qilib ko'rsatdingmi degan vaqtda, ey Alloh, men ularning orasida yashayotgan vaqtimda nima deganligimni sen bilsa, sen meni qabzroq qilib, mening jinimni olgandan keyin men o'lgandan keyin ularning orasida nimish bo'lganligini, qanday bo'lganligini yana sen bilsa deydi. Men hayot vaqtimda ular unda demaganligimni sen bilsa, sen meni qabzroq qilib jinimni olgandan keyin men o'lgandan keyin ularning orasida nima bo'lganligini men bilmayman, sen bilsa deydi. Sen bilsa deydi. Mana bu shunday narsa. Ayso alayhissalomning o'lganligini mana shu oyat isbotlab turibdi. Bu oyatlarni kelib desa tushadiganligiga dalil qilish, qanday bir aql, qanday bir tafakkur, qanday bir tushuncha buni o'ylab qo'yg'ini bo'lmaydi, tek yetkini bo'lmaydi. Hamma insonning tafakkuri o'xshash bo'lmaydi, hamma insonning tushunchasi o'xshash bo'lmaydi. Lekin chunqur tafakkur qiladigan, chunqur tushunadigan, chunqur izlanadigan odamlarga o'xshash izlangan vaqtimizda, shular bilan munozirlashgan vaqtimizda, shular bilan tang to'g'riliq o'ylashgan vaqtimizda desa buning haqiqatini tep chiqa olamiz. Muhammad alayhissalom desa qiyomat kuni Muhammad alayhissalom ey Alloh, mening bu ummatim mana bu Qur'onni tashlandi qilib qo'ydi. Qur'onni tashlandi qilib qo'yib, Qur'ondan chetnab chiqib ketdi deb Sura Furqonning 25-oyatidan 31-oyatigacha shu 6 oyatda Qur'onni tashlandi qilib qo'yganligimiz, Qur'onni tashlandi qilib qo'ygan odamning qanday oqibatga qoldiganligi, ham shu sababli Muhammad alayhissalommi shu Allohning oldida tashlandi qilib qo'yganligimiz uchun javobgar bo'lib qoldiganligi, ey Alloh, mening ummatim bu Qur'onni tashlandi qilib qo'ydi deb Allohga Muhammad alayhissalom ummatining ustidan shikoyat qildiganlik to'g'riliq oyat bor. Shuning uchun Ayso alayhissalom tushidi degan munozirlar bo'lib turdi, talash tortishlar bo'lib turdi. Buningga ko'pincha vaqtda men sababchi bo'laman. Men beka-bekadan sababchi bo'lamdim desa, Alloh Qur'onda mu'min bo'lsanglar ustun bo'lasizlar deyapsa, biz Ayso tushdi, Mahdi chiqdi, Ayso tushib, Mahdi chiqib, bizning ishlarimizni hal qilib turdi, bizni ustun qilib qo'ydi deb asosiyatdan bu shu aqida, shu qarash, shu buzuq aqida musulmonlarni bir tiriktab dunyolikini o'zi qilmaydigan, o'zi ustun bo'lmaydigan bir holga tushirib tashlaqliq. Bu yomon cho'ng ziyon ekiliklik bu. Xuddi shu musulmonlarning bu dunyolikini bergan kafirlarning bu dunyolikini bergan, musulmonlarning u dunyolikini bergan degan ufqumcha desa, shu tiriktab insonlarningki ustunlikni egallayolmay, Alloh belgilab bergan belgilimi bo'yicha inson bo'lolmay. Mu'min bo'lsanglar ustun bo'lasizlar dedi emasmi? Mu'min bo'lib, haqiqiy inson bo'lib, haqiqiy insonlik burchini ado qilolmasdan eng oxirgi hisobda o'zining tepag'an bir so'zlari shu. Alloh kafirning bu dunyolikini bergan, musulmonlarning u dunyolikini bergan deb onun shuning bilan birga uningdagi Ayso tushgan vaqtda Mahdi chiqqan chaqda bulardan ustun bo'lamiz deb mana shunga o'xshash gaplarni ko'tarib yurganlik uchun
musulmonlar tirik tap bo'lib ketganligi uchun bizning xalqimizmi shu tirik tapchilikning ichiga kirib vatanni tatqizib qo'yib, millat zulmning ichida Aysa tushgan chaqda ustun bo'lamiz, Mahdi chiqqanda ustun bo'lamiz degan bir ufqun paydo qilib olmasin, tirik tap bo'lib qolmasin deb shuning uchun Qur'onda hech qanday Qur'on bilan munosabati yo'q, aloqasi yo'q. Qur'onda hech qanday Aysa tushganda Mahdi chiqqanda sizlarni ustun qilma, shularning qo'li bilan degan bir gap bo'lmasa biz mushu gapni ko'tarib yurib tirik tap bo'lib qolmayli deb mushu gaplarni ko'pincha vaqtda o'ttirib qo'yamiz qarindoshlar. Yig'ib aytganda Qur'onda demagan nurg'un bid'at xurofat narsalar bizni inson qalbidan chiqarib tashlab tirik tap qilib dunyoda hammaning orqada qoldirayotgan shu narsa. Mo'jiza, bir mo'jizalar kelsa, Alloh kelib qo'l tiqib nurg'un ishlarni qilib etsa, birlarimizni boy qilib etsa, birlarini gadoy qilib etsa, birlarimizning davlatlarini appasa, birlarimizni vayron qilib etsa, mana shunday umidda. Qur'onda u to'g'riliq oyat bor. O'zining qudratini ko'rsatib Alloh agar biz bir qo'shinni ustun qilib qo'ysak, uningga hech qanday bir qo'shin tankilamaydi. Agar bir qo'shinni biz xor qilsak, ojizlashtirib etsak, u hargiz ustunlikni egallanmaydi degan oyatlar biz ustun qilib qo'yamiz, biz ojizlashtirib qo'yamiz degan gap emas. U biz qila olamiz buni, lekin biz qilib qo'ymaymiz deb o'zining qudratini ko'rsatayotgan oyatlar. Shuning uchun Aysa tushdi, Mahdi chiqdi degan temalarda ko'p so'zlashimayman. So'zlashim sabab u Aysa tushib qolsa, Mahdi chiqib qolsa, shularning da'vatqandek bo'lsa, menga foydasi bor. Bizmi ko'rdikanmiz uning ro'yatini. Lekin u tushmaydi. Yo'q, tushadigan ish yo'q. Shu tushdi degan narsa millatni orqada qoldirmasin, tirik tap qo'ymasin. Asosiyatdan o'ligini Allohga otibla, hammani sen qilib deb o'tiradigan qilib qo'ymasin deb so'zlaymiz qarindoshlar.